Друзья, рекордс, мелодия в сердце, звук наших душ в каждом аккорде. Друзья, рекордс, рекордс. Друзья, рекордс. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar, Друзья Records yana sizning xonadoningizda. Приветствуем вас, друзья! У нас сегодня в студии группа, за плечами которого история успеха, проверена временем и любовью зрителей. Albatta, bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari sevimli guruhlarimizdan Afruz guruhini taklif qilganmiz azizlar. Demak biz boshladik. Marhamat. Bilasanmi, kimgadir davo, senga dardli so'zlarim. Kimlar sog'indi sen to'ygan bu ko'zlarim. Taqdirim deb senga ko'ndim nima, shuni sendan ko'rganim. Bilasanmi, birga nur xayollarim sen sezasanmi. Dardlarim ko'p meni ham bir eshitasanmi. Og'riq bo'lib bu tanam har joyda san meni senchi. Men bo'lib senga chida yo'lasanmi? Alamlarim to'la gul bo'ldi. Dardlarim to'la daryo bo'ldi. Asli ko'rgan bu yuragim yongan dil bo'ldi. Tingan ko'z yoshmas yomg'irlar bo'ldi. Alamlarim to'la gul bo'ldi. Dardlarim to'la daryo bo'ldi. Asli ko'rgan bu yuragim yongan dil bo'ldi. Tingan ko'z yoshmas yomg'irlar bo'ldi. O'zingdan ham xafa bo'lasanmi? Yoki azob berib rohatlanasanmi? Seni jondan suysam kuydirasanmi? Yoki meni tinmay sinayapsanmi? O'zgarasanmi? Yoki umidlarimni so'ndirasanmi? Bir sevganimga ming pushaymonlar qilib sindirasanmi? Alamlarim to'la gul bo'ldi. Dardlarim to'la daryo bo'ldi. Asli ko'rgan bu yuragim yongan dil bo'ldi. Tingan ko'z yoshmas yomg'irlar bo'ldi. Alamlarim to'la gul bo'ldi. Dardlarim to'la daryo bo'ldi. Asli ko'rgan bu yuragim yongan dil bo'ldi. Tingan ko'z yoshmas yomg'irlar bo'ldi. Estradamiz yorqin yulduzlari va sevimli guruhimiz Afruz. Assalomu alaykum Muzaffarjon. Salamjon, yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Друзья Records'ga sizlarni ko'rib turgandan juda ham xursandmiz. Chunki men Друзья Records'ni barim do'stlarimizni, yaqinlarimizni har doim taklif qilamiz va bugun sizlar tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Taklif qilganingizga rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Janboy, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Yangi yil muborak bo'lsin. Omad bo'lsin. Biz shu yili iloyim yaxshi qo'shiq yozib, hit darajasida nima o'ylagan bo'lsanglar va shunga ba'lam intilib kelayotgan
Kelyapsizlar, to'g'rimi endi? Сегодня я думаю, что прекрасная половина наших зрителей будут сидеть в восхищении, потому что наверняка пришли их любимые исполнители. Вы знаете, я знаю, что вы очень много лет работаете на сцене. Сколько лет вы уже вместе? Bize 23 года. bo'ladi уже. 23 года. Это большой срок. Вы знаете, за это время очень много известных групп распалось. Собрались, распались насовсем. А как вам удается столько лет держаться вместе? Bir-biringlar xarakteringlarni qanaqa bilaman endi. Bir-biringlarni. Да, ну, зрители наши не знают. Albatta. Endi masalada bir-birimizni tushunib kelamiz endi shuncha paytgacha. Endi aslida bu ajralib ketishlarga sabab bo'ladigan narsani birinchi o'chirtda birinchisi pulga taqaladi. Bu hamma narsa. Endi bizda sal boshqacharoq bo'ladi-da. Endi pul qanaqa pul deb urushib boshqa bo'linmaydi bizda. Mehr-oqibat kuchliroq. Kimga kerak bo'lsa solib turadi-da. Ha, o'sha to'g'ri. Shu to'ppa-to'g'ri. Kerak bo'lsa Bir-birini tushunasizlar. А бывают споры, например, вам предлагают песню? Вот вам нравится, а вам не нравится. Да, бывает. И как вы решаете этот спор? Endi u vaziyatda nima deydi, etib ko'ramiz, o'zi bizga qo'shuv yarashsa etamiz, agar yarashmasa etmaymiz. U qo'shuv kimga yoqishidan qat'iy nazar, agar yarashmasa, u qo'shuv ijro etilmaydi. Вы знаете, еще одна причина, по которой распадается группа, это когда каждый из участников хочет петь сольно. Говорит, нет, я хочу, чтобы меня любили, вот меня признавали и мне хлопали. У вас такого нет? Yo'q, unaqa narsani o'ylab ham ko'rmamiz 23 yildan beri. Ajinlik kelib ketadi. Значит, будем долго и долго, много лет слушать. Ulug'lar kam va mana 23 yildan beri sizlar undan oldin ham do'st bo'lgansizlar. Ha, bitta Bular maktabda o'sha bitta o'qiganmiz. maktabda, bular bitta Bitta mahallada mahallada turganmiz. katta bo'lishgan. O'shaning uchun o'sha qadrdonlik kuchli-da. O'shaning uchun xush kelibsizlar yana. Yaxshi vaqt bo'ldi. Bugun muxlislarimiz mazza qilib sizlarni qo'shuvlarni tinglab mazza qilishadi. Demak, biz boshlaymiz. Marhamat. Rahmat. Hop, ketdik. Uchratib qolgandan bu yor o'zingni bedorman tunlarim ko'zingga tushganda ko'zim olar yorishar men uchun dunyo endi go'zalroq shod o'tar kunlarim qalbimga hayot sehrin joylagan sevgim o'zing sevinchim o'zing dilginamni sehrlagan sen oromimni o'g'irlagan sen yuragimga olov solgan hayotim quvonchim sen dilginamni sehrlagan sen oromimni o'g'irlagan sen yuragimga olov solgan hayotim quvonchim sen uzatsam ko'klarga yetar qo'llarim bulutlar poyimda daraxtlar soyabon bo'lib turar yo'limda bir lahza ketmasdan bo'lsang yonimda bo'lgin har joyimda men faqat seni sevdim yasholman men endi sensiz
yasan tusan kulishlaring asal asal ko'zlarimni quvontirgan olifdamisan ey dabdabali yasan tusan kulishlaring asal asal ko'zlarimni quvontirgan olifdamisan ey kutib ko'zlarim qolmadi-ku so'zlarim nima deyishga hayronman ey bag'ri bu dilim vayronaman ey ko'nglimda faqat sardalaring gapirmagan gaplaring nima deyishga hayronsan ey tuyg'ularingni bekitasan ey tak 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 qo'shnilarni taqillatib kelar bo'ldi yorim ey rahmi kelib kelarmi xasta holimdan yo o'zi bilib sezarmi xasta holimdan dabdabali yasan tusan kulishlaring asal asal ko'zlarimni quvontirgan olifdamisan ey dabdabali yasan tusan kulishlaring asal asal ko'zlarimni quvontirgan olifdamisan ey jonim erkamas salimani man tomonga e'tiborlaring qani jonimdan o'tib-ku erkaliklaring chegaradan o'tib borgan sari san unday dema bunaqa shunaqa dema gapirganlaring yuragim o'ydi kema dema qo'shnilarimni taqillatib kelar bo'ldi
ataylab lab urib lab hayrona qilaman degani seni degan daraging yo'q ko'cha boshidaman yana didoringni kutaman ko'cha kuyda so'rab yuraman u ishing xato ko'nglimni hech kim bilmaydi aytsam nega shuncha ishonmaysan parvo qilmaysan omaya maya mitiska maya onasi rus ayoli ismi Raya maya как дела maya uncha muncha ruscha bilaman maya mitiska maya onasi rus ayoli ismi Raya maya дорогая maya boshqacha go'zalsan o maya amalab so'zga so'z yaman o'zbekcha bilmaydi desam bilar ekan gaplar otsam menga qiyo boqmay miyig'ida kullar ekan mandan so'rab yuraman bu ishing xato uncha yaxshi bilmayman lekin sen meni yaxshi tushunasan seni sevaman o maya maya mitiska maya onasi rus ayoli ismi Raya maya как дела maya uncha muncha ruscha bilaman maya mitiska maya onasi rus ayoli ismi Raya maya дорогая maya boshqacha go'zalsan o maya maya mitiska maya onasi rus ayoli ismi Raya maya как дела maya uncha muncha ruscha bilaman o maya maya mitiska maya onasi rus ayoli ismi Raya maya как дела maya uncha muncha ruscha bilaman maya mitiska maya onasi rus ayoli ismi Raya maya дорогая maya boshqacha go'zalsan o maya
Gap yo'q, gap yo'q. Judayam qo'shiqlar hid darajada mana eshitib mazza qiladi odam, chunki bilan qo'shiqlarni bizning yaxshi do'stimiz, qadrdonimiz va shoir, bastakor Bobur Umarov ham ko'p marta yozganlar. Jannatda bo'lsin. Juda ham Bobur qo'shiqlari bularga ko'p tushganda, Afruzga yaxshi tushgan o'sha qo'shiqlar ham. Guli Ra'no, yana ko'pgina qo'shiq. Qarang, yo'nalishi bilinadi, bularga zo'r tushgan shu qo'shiq. Ну да, вот мы сейчас получили настоящее удовольствие. Не только я, но вот там наши сотрудники тоже танцевали вместе с нами. To'g'ri, to'g'ri. Yangiliklar qanaqa hozir mana? Endi bizda hozir 2026 yangi yilda yangi ijodlarimiz, rejalarimiz juda ham ko'p. Qo'shiqlarimiz bir 600 ta qo'shiq tayyorlab qo'yganmiz. Bu qo'shiqlarni tayyorlaganimizga ham ancha vaqtlar bo'ldi. 5-6 yildan beri yig'ib kelayotgan qo'shiqlarimiz bor. Endi xudo xolisa shu 2026-yilga birin-ketirlikda tez kunlarda beramiz. Afruz konsert berish niyati bormi guruhga? Har yil konsert berish niyati bor. Afruz guruhini. Meni ham o'z niyatim bor. Har yil bu yil 30 yillik Xudo bo'ladi. xolisa qo'yamiz. Albatta qo'yish kerak, chunki muxlislar juda ham ko'p. O'sha 23-yillik o'sha hamma qo'shiqlarni yig'ib, menimcha bitta katta shou qilishsa, Afruz guruhi zo'r bo'lsa kerak. Kliplar masalasi bo'yicha, chunki bilarim kliplar zo'r, juda ham ko'p aylanadi, ko'proq o'sha chet ellarda o'sha kliplar juda esda qolgan, shlyapalada. Романтические клипы, да? Chiqqan bormi kliplar bu yil? Har bitta qo'shig'imizga klip olinadi. Undan tashqari hozir ko'rdik, zamonaviylashib ketdi, releslar olinyapti, reles degan narsa O'sha Instagramda hozir narsalar chiqdi. turamiz. O'shalarga ham ishlayapmiz. Undan tashqari отдельно baribir kliplar ham olish niyatlarimiz bor. Albatta, albatta. А будут ли у вас дуэты в 2026 году? Многие любят с кем-то там коллаборацию устроить и петь. Endi duet bo'lishi mumkin, lekin aynan men bu qo'shiqchi bilan bir duet etamiz degan narsa hali yo'q. Lekin bo'lishi mumkin. Nasib bo'lib qolsa, bir qaysidir ayol xonandami, erkak xonandami farqi yo'q. Agar to'g'ri kelib bir-birimizga o'sha qo'shuv tushi boshqa bo'ladigan bo'lsa, yaxshi duet bo'lsa etamiz, xudo xolasa. Вы открыты к сотрудничеству? Albatta, Jamshidboy Muzaffar, kattakon rahmat sizlarga tashrif buyurganingiz uchun. Juda ham xursand bo'ldik va muxlislarimiz ham mazza qilib xursand bo'lishdi. Ishingizga omad tilab qolaman va bundan hamda zo'r hitlar yaratib, muxlislarni xursand qilib yuringlar va o'zingizlarning muxlisingizga o'zingizlarning tilaginglar, iliq so'zinglar. Avvalambor kattakon rahmat taklif qilganingiz uchun. Biz juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Muxlislarimizga nima deymiz? Sog' salomat bo'lishsin, hech qachon kasal bo'lishmasin, yuzligidan tabassum arimasin. Rahmat. Tashrif shu kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Duruzar ekilsa qolinglar, Afruzni kuzatinglar. Sog' bo'linglar. Dilimda to'ldi nola, ey qoshlari qora, yurak bo'ldi ming pora, yor sezmadingmi? Ko'zim yo'lingda qara,
рекорд с мелодией в сердце, звук наших душ в каждом аккорде.